Esil örüp adetlerimiz. Assalamu alaykum, umaq do'stlar, yaxshimisizlar? Men Güliz. Men sizlarga esil örüp adetlerimizni tanıştırman. Oldingi darsda biz qo'l yuyish odatimizni o'rgandik. Bugungi mazmun qalaymaqan tükürmaslik. Qanamsa dars boshlandi. Esil örüp adetlerimiz. Umaq do'stlar, qalaymaqan tükürüş muhit güzelligini buzib qolmay, kasal mikroblarni atrofga tarqitib, pokiz muhitni bulg'aydi. Shunga azaldan tozliqqa va adab axloqqa diqqat qilib kelgan dono xalqimiz farzandlarga hargizmi qalaymaqan tükürmanglar deb tarbiya berib kelgan. Shunga cho'qim qalaymaqan tükürmasligimiz kerak. Agar bak tükürgimiz kelsa, tozliq uyiga kirib, axlatchiligiga tükürüş kerak. Yoki tükürükni tozliq qog'ozga chiqarib, qog'ozni qatlab, axlatchiligiga tashlash kerak. Agar atrofda axlatchiligi bo'lmasa, qog'ozni yonchiq silib, axlatchiligini ko'rganda qog'ozni chilakka tashlash kerak. Tükürük qog'ozni hargizmi qalaymaqan yerga tashlamaslik kerak. Umaq do'stlar, qalaymaqan tükürmaslik odatimizni o'rganib qolmay, do'stlaringlarga tavsiya qilinglarmi? Endi qalaymaqan tükürmaymiz namliq naqshni aytaylik. La 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 naqsh aytaylik. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Axloqli cho'ng bo'limiz. Umaq do'stlar, menga agishib o'qinglar. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Yana bir qitim o'qiylik. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Yaraysizlar. Endi sal tezroq o'qiylik. Tayyorlik boshlandi. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Isil. Endi ohangi silib, tam naqsh aytaylik. La 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 naqsh aytaylik. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Qalaymaqan tükürmaymiz, pokiz muhitni saqlaymiz. Dana Uyg'ur xalqimizdek axloqli cho'ng bo'limiz. Axloqli cho'ng bo'limiz. Qaltis aytinglar umaq do'stlar, yaraysizlar. Naqshni uydagilarga va do'stlaringlarga aytib beringlarmi? Bo'ladi amsa, keyingi mazmunda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.